oilada er xotinlarni bir-biri bilan kelishmasligini sababi nima bilasizlarmi? Ikkitagina sababi bor. Boshqa hech qanaqa sababi yo'q. Shu ikkita sababni hal qilsa, qolgan hamma ishlarni hal qilib ketsa, kelishib ketsa bo'ladi. Lekin bu ikkita sabablar juda katta narsa, juda ko'p narsani o'zining ichiga oladi. Bular nima desa, har ikkita tomon ham bir-biri haqida ko'p ma'lumotga ega emasligi. O'zini tushunchalari bilan kirgan bu yo'lga. Bilimi juda kam. Er xotinni bilmaydi nimaligini, xotini erini bilmaydi nimaligini. Erkaklar qanaqaligini bilmaydi ayollar. Erkaklar esa ayollar qanaqaligini bilmaydi. Mana moddamdan tashkil topgan deb o'ylaydi. Mandagi bittasi deb o'ylaydi. O'zini tushunchalari bilan o'ylaydi. U tomondan o'ylamaydi. U qanaqa o'ylayotgan bo'lishi mumkin? U qanaqa inson ekan deb o'ylamaydi. Bu yerda tabiiyki bizani jins jihatdan ham xususiyatlarimiz bor. Ayollar boshqacha, erkaklar boshqacha. Undan tashqari mentalitet bor. Undan tashqari oilaviy madaniyat bor. Oilaviy tarbiya bor. U boshqacha madaniyatda katta bo'lgan, bu boshqacha. Bu boshqacha tarbiya topgan, u boshqacha. Bilimlar, tajribalar muhim rol o'ynaydi. Hayotda nimalarni ko'p ko'rdi, nimalarga ko'p e'tibor qildi, nimalarga ko'proq qiziqadi. Qanaqa bilimlar, qanaqa malakalar oshirdi hayotda. Bir-birimizga ko'pincha qiziqmaymizda, biz bitta oilaning ichiga kirib olamiz. Ana o'shandan keyin boshlanadi kelishmovchiliklar. Men boshqa odamga tushib qolibman, men noto'g'ri odamni tanlabman. To'ydan oldin nima uchun uchrashuvga chiqiladi? Bir-birini o'rganish kerak emasmidi? Nimaga bo'lar bo'lmas savollar beriladi, bo'lar bo'lmas urf-odatlar qilinadi? Nega bo'ladigan ish qilinmaydi? Nega bir-birini yaxshi tanish uchun menga to'g'ri keladigan insonmi, meni tushunadigan insonmi? Biz bitta yo'ldan keta olamizmi? Biz bitta maqsad yo'lida harakat qila olamizmi? Bu to'ydan oldin hal qilinadigan narsa.